Hammaga salom, bu Abdullajon. Ta'limchi platformasida navbatdagi sizga foydali bo'lgan video. Siz videoga like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Hozirgi kunda juda ham ko'p sonli o'zbekistonlik yoshlarda chet elda tahsil olish trendga aylandi. Kimdir Turkiyani tanlaydi, kimdir bo'lsa Yevropa davlatlari tomon yo'l oladi. Lekin shu joyga kelganda eng muhim savol: siz chindan ham o'qishga ketyapsizmi yoki shunchaki ketyapsizmi? Bugun biz turli xil universitetlar, hujjatlar, grantlar haqida gaplashmaymiz. Bugun biz har bitta talaba o'qishga kirishdan oldin o'ziga berish kerak bo'lgan 5 ta savol haqida gaplashamiz. Birinchi savol: men kim bo'lishni xohlayman? Juda ham ko'p sonli abituriyentlar davlat tanlaydi, shahar tanlaydi, universitet tanlaydi, hattoki yashash uchun joyni ham tanlaydi. Lekin kasbni tanlamaydi. Natijada abituriyent talaba sifatida 4 yil o'qib, oxir-oqibat o'zi umuman xohlamagan ishga joylashadi. Bitta narsani alohida inobatga oling: chet el sizga hech qachon yo'nalish bermaydi. Agarda siz avvaldan yo'nalish tanlamagan bo'lsangiz, uni hech qachon topa olmaysiz. Ikkinchi savol: men mustaqil yashashga tayyormanmi? Bitta narsani alohida inobatga oling: chet elda yashash bu qanaqadir romantika, juda ham zo'r degan emas. Chet elda yashash bu alohida hayot. Hamma narsani o'zingiz tayyorlaysiz. Ovqatingizni, kiringizni o'zingiz yuvasiz, yashash joyingizni o'zingiz tozalaysiz. Xullas, hammasi aynan sizni bo'yningizda bo'ladi. Undan tashqari vaqtni va pulni sarflash ham aynan sizni bo'yningizda bo'ladi. Juda ham ko'pchilik talabalar shu joyda qiynalishadi. Bitta narsani alohida inobatga oling: darslar unchalik ham qiyin emas. Aksincha, hayotni boshqarish qiyin. Uchinchi savol: men tilni ishlatishga tayyormanmi yoki o'rganishgami? Juda ham ko'p sonli abituriyentlar shu joyga kelganda xato fikrlab, men til o'rganishga ketyapman deydi. Lekin siz u yoqda til o'rganishga emas, balki ana shu til bilan yashashga ketayotgan bo'lasiz. Tilni bilmasdan turib darsni tushunmasangiz, hech kim sizga uni qaytadan tushuntirib bermaydi. Tilni bilmasdan turib siz savol bermasangiz, hech kim sizga buni majburlamaydi ham. Chunki darslarda faollik aynan sizning majburiyatingiz hisoblanadi. Talaba degan nom bor-ku, u talab qiladi. Tushunasizmi? To'rtinchi savol: meni bu qarorimdan keyingi rejam bormi? Bitta narsani alohida inobatga olishingiz kerak. Diplom olish bu yakun emas, balki hamma narsani boshlanishi bo'ladi. Siz o'qishni bitirganingizdan keyin qayerda ishlaysiz, qayerda tajriba orttirasiz? Agarda shu kabi savollaringizga javob bo'lmasa, siz ketishga tayyor emassiz. Beshinchi savol: ketish qarorini o'zim uchun qabul qilyapmanmi yoki do'stlarim ham ketgani uchunmi? Yoki ota-onalarimiz tanlagani uchunmi? Yoki jamiyatimizda chet elda tahsil olish juda ham zo'r degan stereotip mavjud bo'lgani uchunmi? Bitta narsani tushuning: ta'lim bu moda emas. Chet elda o'qish juda ham katta imkoniyat bo'lishi mumkin, lekin faqatgina ongli qaror qabul qilgan insonlar uchun. Agarda siz qayerga borishni emas, nega borishni aniq bilayotgan bo'lsangiz, har qanday davlat sizga foyda bera oladi. Lekin siz yuqoridagi savollarga hali javob topib ulgurmagan bo'lsangiz, shoshilmang. Chunki to'g'ri qarorlar sekin qabul qilinadi. Ta'limchi loyihasida biz aynan shu ongli tanlov madaniyatini shakllantirish haqida gaplashamiz. Chunki to'g'ri tanlov to'g'ri savoldan boshlanadi. Ko'rishguncha.